защита детей? 1 июня, как всем известно, это День защиты детей. روزی بین‌المللی کودکان. روزی کودکان نورسان است. Ну, когда дети были маленькие, да, но они сейчас уже подросли, ну, стараюсь. Мы праздновали, конечно же, этот день вместе с семьей. Например, мы ходили в кинотеатры или в какие-то парки развлечений. من روز 1 ایون با خواهرکم خبر کردم. میدونید وقتی من کودک بودم من یاد ندارم که من این رو جشن گرفته باشم. هر روز برای کودکان روز کودکان حساب می‌شود. برای اینه که 1 ایون مثلا عمومی نمی‌گفتن که روز 1 ایون روز کودکان است. در محیط oila جشن نمی‌گرفتیم، لیکن در مکتب جشن می‌گرفتیم. Например, один раз папа мне подарил вот 1 июня было, подарил мне ролики. Это было, знаете, так замечательно, потому что я мечтала об этих роликах. یادم که در همان سالهای 60 میرزا زاده حتی با مکتب اینترنتی شرنا اومده همه ما رو تبریک کرده بود. Birinchi kun xalqaro bolalar kuni. Birinchi iyun bolalar kuni xalqaro. Xalqaro bolalarni asrash kuni. Butun jahon bolalarni himoya qilish kuni. Bolalar kuni. Albatta. Nishonlaganmiz endi dahshat ketmasdan. Ha, nishonlaganman. Ko'p emas-ku. Hozirgacha nishonlayman desam ham bo'ladi. Shu dadalarimiz bilan istirohat bog'lariga, aylanishlarga borib kelganmiz. O'shani xotiramizda qolgan. Ha, parklarga borardik, istirohat bog'lariga. Yo'q. Yoshlikning esda qolarli xotiralarim shu bolalar kunida ota-onamiz aylanishga olib chiqardi bizni parklarga. Aylanishga olib chiqardi, shu karusellarda uchardik. Shu esimizda qolgan. Asosan yozgi kuni mana shunday bari yoshlarda shu esda qolsa kerak yoshlikda. 1 iyun kuni bepul parklar bo'lardi bizning davrimizda. Yoshligimda cho'kib ketganman suvda. Keyin toqqa chiqqanimizda ko'p kattalardan uzoqqa ketib qolganimizda yo'qolib qolganmiz. Shu oilam bilan baliq oviga borganimiz o'sha esimda qolgan. Ko'proq shu oila bilan esda qolarli xotiramiz ko'p, hammasi oila bilan deyarli.